Ho'p, bugun sizlar bilan xalqaro baholash asoslari fanining birinchi ma'ruzasini o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz xalqaro baholash nazariyasi asoslari va uning tarixi, baholash va uning maqsadi hamda turlari. Bugun sizlar bilan shular haqida gaplashamiz. Ho'p, lisoniy malakani tekshirish, imtihon qilish masalasi o'zi 19-asrning oxiri, 20-asr boshlaridan muhokamalar mavzusiga aylangan bo'lsa-da, uning ildizi o'zi ancha olislarga borib taqaladi. Ona tilini baholashning eng birinchi ko'rinishlari Ibroniycha hakamlar kitobining 12-qismida uchraydi. Isroillik ikkita qabila, ya'ni Gileadit hamda Yeframitlar deb nomlangan qabilalar orasida o'ziga xos fuqarolik urushi yuz beradi va bu janglarda Gileaditlar g'alaba qozonadi va bir necha yillar avval o'z vatandoshlari bo'lgan Yeframitlarni butunlay qirib tashlashni niyat qilishadi. Ammo dushmanni do'stdan qanday ajratib olish mumkinligi so'roq ostida qoladi. Ya'ni ular do'stdan dushmanni qanday ajratib olishni bilishmagan. Chunki ikkita qabilaning tashqi ko'rinishida ko'z bilan ilg'ash mumkin bo'lgan farq yo'q bo'lgan o'sha vaqtda. Va yana shuning bilan birgalikda ikkita qabila ham bitta tilda gaplashgan. Shuning uchun mag'lub bo'lganlar osonlikcha o'zlarini g'olib tomonda ekanliklarini aytib, muqarrar o'limdan qutulib qolaverganlar. Buni oldini olish uchun mag'lub bo'lganlarni ajratib olishga xizmat qiluvchi til imtihoni o'ylab topiladi. Ya'ni o'zini gladiatlikman, ya'ni mana shu qabilaga mansubman degan har qanday odamdan shibalet so'zini aytishni so'rash boshlanadi. Agar u sibalet deb talaffuz qilsa, aniq dushman deb qarashgan. Chunki yeframitliklar bu so'zni to'g'ri talaffuz qilishga qodir bo'lishmagan. Mana shu hakamlar kitobida aytilishicha, shu imtihondan o'tolmagan 42 mingdan ortiq kishi Iordan dovonlarida o'ldirib yuborilgan. Ya'ni bitta so'zni talaffuz qila olmaganligi uchun, o'sha imtihonidan o'tolmaganligi uchun shuncha odam qirilib ketishiga sabab bo'ladi. Ya'ni imtihon tushunchasi mana shu paytlardan o'zi insoniyatga ma'lum bo'lgan. Va bundan keyin davlat miqyosida o'tkaziladigan birinchi imtihonlarning ildizi Xitoy imperiyasiga borib taqaladi. Bunda 2000 yillar ilgari ham imperiyaning turli darajadagi xizmatlariga qabul qilish uchun imperator imtihonlari o'tkazib turilgan. Ularning asosiy maqsadi imperiyaga xizmat qilishni istaganlar orasidan eng yaxshilarini ajratib olish edi. Ya'ni o'sha hukmdorning xizmatchisi lavozimga olish. Ana shu imtihonlar tarkibida ham til ko'nikmalari tekshirilgan. Lekin bu imtihonlarning bitta salbiy tomoni bo'lgan. Bu o'sha paytda imtihon o'quv jarayonida o'zlashtirilgan bilimlar asosiga qurilmagan. Barcha shartlar imperiya xizmatiga zarur bo'lgan ko'nikmalarning qanchalik rivojlanganligini tekshirishga qaratilgan. Ya'ni o'quvchiga o'qish davrida nazariy bilimlar o'rgatiladi, lekin imtihon jarayonida, baholash jarayonida undan faqat fiziologik, ya'ni jismoniy qanchalik mana shu mashg'ulotlarga bajara oladi, shularga qanchalik javob bera oladi, shu narsa tekshirilgan. Bu yondashuv oxir-oqibatda imtihonlarning obro'sini tushirib yuborgan. Butun imperiya bo'ylab ta'lim jarayoniga ham bosim o'tkaza boshlaydi. Ya'ni endi ta'lim jarayoni imperiya imtihonlariga tayyorlash bilan shug'ullana boshlagan. Ya'ni ular o'sha jamiyatidagi o'quvchini, o'sha jamiyatidagi odamlarni bilimli qilish uchun emas, o'qishi, faqat imperatorning xizmatchisi qilib tayyorlash boshlanib qoladi o'sha vaqtda. Va o'rta asrlarga kelib, Shimoliy Italiyada Traveso testlari joriy qilinadi. Unga ko'ra, yil oxirida shahar kengashi vakillari har bir maktab o'quvchisini baholab, ularning erishgan natijalari asosida o'qituvchiga haq to'lab borgan. Ushbu testlarning muhim xususiyatlaridan biri bu o'quv jarayoniga yo'naltirilganligida hisob bo'lgan. Ya'ni o'quvchilar o'quv dasturida belgilangan ko'nikmalarni qanchalik yaxshi egallaganliklari baholab borilgan. Imtihonlarga bunday yondashuv ta'lim jarayoni sifatli qilishga ham yordam berdi. Ya'ni o'quvchidan reytingi o'quv dasturida ko'rsatilgandan ortiq ko'nikmalar talab qilinmagan. Ya'ni buni ijobiy tomoni, siz o'quvchiga o'sha o'quv dasturida berilgan ma'lumotlarni, bilimlarni o'rgatasiz. Agar o'quvchingiz o'sha testdan yuqori natijaga erishsa, demak sizga ham ko'proq haq to'langan. Shu tariqa bularda baholash asta-sekinlik bilan rivojlanib boradi. Va 16-asrga kelib katolik cherkovi Xitoy imperiyasi imtihonlari tushunchasini Yevropaga olib kiradi hamda uni mana shu Traveso testlari maqsadiga moslashtiradi. 17-18-asrlarda klassik xristian maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchilar ma'lum vaqt oralig'ida mana shu o'quv dasturlarini o'zlashtirishi bo'yicha sinovdan o'tkazib turilgan. Ma'lum vaqt oralig'ida deyilgani bu har yili emas, qaysidir masalan 2 yilda bir marta bo'lishi mumkin, o'sha ma'lum vaqt belgilangan, o'sha vaqtda topshirgan. Ularning muvaffaqiyati ayni mana shu muntazam sinovlarda qo'lga kiritgan natijalarga qarab belgilangan. Demak, u o'qish davomida yaxshi o'qimagan bo'lsa-da, lekin o'sha sinovdan yaxshi o'tsa, demak uni muvaffaqiyatli deb qarashgan. Va fransuz inqilobi yillarida diniy maktablar dunyoviylashtiriladi. Ularning imtihonlari ham markaziy boshqaruv hukumati ehtiyojlariga moslashtiriladi. Napoleon imtihonlarni nazorat qilib borish
maqsadida akademiyalar tashkil qiladi. Ushbu akademiyalar har bir fan yoki yo'nalish doirasida faoliyat yuritishni boshlaydi. O'rta maktabni yakunlaganlarni imtihon qiluvchi akademiyalar bak deb nomlana boshlaydi. Ya'ni bakalavr degani. Hozir ham bu tizim davom etib kelyapti. E'tibor beradigan bo'lsangiz va 17-asrning oxirlarida Samuel Pepys ismli tadqiqotchi Britaniya harbiy flotining leytenantlari uchun og'zaki imtihonlarni joriy qiladi. Bu imtihonlarning o'ziga xosligi reytingni aniqlashga emas, balki leytenantlarning ma'lum bir ko'nikmani egallaganini aniqlashga qaratilganda bo'ladi. Pepys imtihonlarni o'tkazuvchilar sifatida kapitanlarni tanlab oladi. Bir tomondan qarasangiz, bu Pepysning xatosi ham hisoblangan. Ya'ni kapitanlar leytenantlarga ko'ra ko'proq tajribaga ega bo'lganligi bilan ularni imtihon oluvchi sifatida ko'rishga asos bo'lolmagan. Ya'ni o'sha komissiya a'zosi sifatida kapitanlarni qo'ymaslik kerak degan qarashlar ham mavjud. Chunki bu o'sha natijalarga subyektiv ta'sirni kuchaytirib yuboradi. Lekin shunday bo'lsa ham, mana shu Pepysning imtihonlar mazmuniga kiritgan o'zgarishi baribir mana shu baholash uchun tashkil qilinayotgan imtihonlarda bir ijobiy natija bo'ladi. Chunki og'zaki nutq ko'nikmasini tekshirishga qaratilgan, baholashga qaratilgan u bosqichni boshlab berdi. Xo'p, 19-asrda Angliyada imtihonlar borasida yana o'zgarishlar qilinadi va 1853-yilda Makaley Hindistondagi davlat xizmati uchun qabul imtihonlari masalasini parlament muhokamasiga qo'yadi. Ushbu imtihonlar Oksford hamda Kembridjning imtihonlariga o'xshab, yaxshilar ichidan eng yaxshilarni tanlab olishga qaratilgan edi. Ya'ni u davlat xizmati uchun mana shu Oksford hamda Kembridjning imtihonlariga o'xshab, eng zo'rlarni ichidan zo'rini tanlab olish kerak bo'ladi. Chunki uni mustamlaka davlatga yuboryapti. Demak, uni bilimi ham ana o'shanga yarasha bo'lishi kerak deyiladi. Keyinchalik Angliya davlat xizmati uchun qabul ham mana shunday imtihonlar asosida o'tadigan bo'ladi. Oksfordda o'sha vaqtda yaxshi o'qiganlar 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali deb darajalarga bo'lingan, ajratilgan bo'lsa, Kembridjda eng yaxshi talabalar umumiy ajratilgan. Ya'ni umumiy guruh shaklida bular eng yaxshi o'qiydigan talabalar deb ajratilgan. Va mana shunga o'xshash model 19-asrda Prusiyada magistrlarni tanlab olish imtihonlarida ham shu modeldan foydalanishgan. Angliya va uning mustamlakalaridagi imtihonlarning mana shunday obro'si bu tizimni yanada kengaytirish imkonini berdi. Endi davlat umumiy ta'lim maktablaridagi o'quvchilarning yillik o'zlashtirishini baholab borishga qaratilgan imtihon tizimini ishlab chiqishni boshlaydi. Endi o'quvchilar uchun ham mana shu baholash tizimini asta-sekinlik bilan kiritish boshlanadi. 20-asrning dastlabki yillarida zamonaviy til o'quvchilari assotsiatsiyasi Fransiya, Germaniya hamda Ispaniya universitetlariga kirish imtihonlari uchun tinglab tushunish hamda gapirish ko'nikmalarini tekshirishga asoslangan testlarni ishlab chiqdi. Lekin bu imtihonlar asosan topshiruvchining og'zaki nutqini tekshirishga qaratilgan bo'lib qoladi. Yozma nutq malakasi yanada e'tibordan chetda qolib ketaveradi. Biroq shunday bo'lsa ham bu testlar lisoniy malakalarni ma'lum standartlar asosida baholashning boshlanishi, ya'ni debochasi bo'lib xizmat qildi. Va 20-asr boshlarida maktab o'quvchilarining o'zlashtirishini nazorat qilish imtihonlari va psixometriya sohasida yutuqlar bilan uyg'unlashtirib boriladi. Ya'ni endi o'quvchilar uchun mana shu maktabda o'qiyotgan o'quvchilar uchun ularni sinfdan sinfga o'tkazish yoki bo'lmasa maktabni tugatgandan so'ng oliy o'quv yurtlariga kirish yoki yo'nalishni aniqlash uchun imtihonlar tashkil qilish kerak. Mana shuni baholashning mezonlarini ishlab chiqish kerak degan bosqich davriga o'tib boshlanadi. Va 1944-yilda Angliyada 11+1 imtihonlari joriy qilinadi. 11+1 imtihonlari bu o'quvchi o'rta maktabni qaysi ta'lim dargohida davom ettirishi kerakligini belgilab berishga qaratilgan model hisoblangan. Va 20-asrning 20-yillaridan boshlab amerikancha test shakllari ommalashadi. Bunday testlar urush vaqtlarida AQSh harbiy razvedkasi uchun ishlab chiqilgan mana shu sinovlardan nusxa olish evaziga paydo bo'ladi. Bu testlar boshqalaridan o'sha savollarning turlariga ko'ra farq qilgan. Ya'ni mana shu 19-asrning 20-yillarida birinchi marta to'g'ri yoki noto'g'ri hamda muqobil javobli test shakllaridan baholash jarayonida foydalaniladi. Va Ikkinchi jahon urushidan so'ng bu shakl deyarli barcha davlatlarga tarqaladi. Va yana shu bilan birga 1917-yilda Zamonaviy til o'qituvchilari assotsiatsiyasining qarorlar va tadqiqotlar bo'limi bitta xulosaga kelib, uni e'lon qilishadi. Unga ko'ra, test og'zaki nutq malakalariga nisbatan e'tiborni jalb qilgan bo'lsa ham, ko'pchilik bu imtihonlardan o'ta olmaydi. Imtihondan yiqilganlarning barchasi og'zaki nutq malakalarini rivojlantirish kurslarida o'qimagan yoki bunday usulda ta'lim ko'rmagan degan bir fikrga kelinadi. Bundan ikki xil xulosaga kelish mumkin. Ya'ni og'zaki nutq ko'nikmalarini o'qitish yoki yaxshi yo'lga qo'yilmagan yoki bo'lmasam imtihonlar uchun tanlab olingan talablar yaroqli bo'lmagan. O'zi mana shu og'zaki nutq malakasini baholashga qaratilgan savollar bo'ladimi yoki ochiq test yoki mavzular bo'ladimi? Bu narsa
e'tibor beradigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda uning talablari to'g'ri ishlab chiqilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'quvchining yoshini aniqlab olishingiz va unga mos talab qo'yishingiz va ana shu o'quvchining yoshiga mos bo'lgan mavzu asosida uning og'zaki nutq malakasini aniqlashingiz, baholashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu vaqtda tashkil qilingan baholash va imtihonlar, mana shu ko'nikmani baholashga qaratilgan imtihonlar biroz bo'lsa-da chalkashliklarga sabab bo'ladi. Va ayni shu paytda Birlashgan Qirollikda ham vaziyat shunday tus ola boshlaydi. Og'zaki nutqni baholash tajribasining kamligi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'sha tajribaning yetishmasligi, bunday imtihonlarni o'tkazish adolatsizlik ekanini ta'kidlayotganiga qaramay, o'sha Kembridjning UCLeS tajriba markazi ulardagi o'sha ingliz tilini bilish guvohnomasini beruvchi testlar tarkibiga og'zaki nutq malakalarini baholash qismini ham qo'shadi. Ya'ni bilasiz, ularda birinchi til ingliz tili bo'lgan va mana shu o'zlarining tili bo'lishiga qaramasdan, o'sha og'zaki nutq malakasini baholashni, o'sha qismni til ko'nikma lisoniy malakalarni aniqlash imtihonlariga qo'shtirishadi. Va Ikkinchi jahon urushi yillarida lisoniy malakalarni baholash nazariy hamda amaliy jihatdan ancha kengayib boraveradi. Ayni mana shu yillarda katta o'zgarishlarning asoslari, mana shu o'zgarishlarga sabab bo'ladigan yoki yordam beradigan tayanch ma'lumotlar, tayanch tushunchalar ishlab chiqiladi. Tadqiqotchilardan biri Wood ismli tadqiqotchi Nyu-York maktablari o'quvchilarida til imtihonlariga innovatsion yondashishga urinishi. Bunga bitta misol qilib olishimiz mumkin. Uning maqsadi og'zaki nutq malakasini baholashda suhbat materiallarining ahamiyatini ko'rsatib berish bo'lgan. Woodning qanchalik mana shu qattiq urinishlariga qaramay, uning imtihoni qog'oz va qalamda bajariladigan imtihonga aylanib qoladi. Bunday bo'lishiga o'sha vaqtdagi testologlarning testning obyektiv bo'lishini ta'minlash maqsadida o'sha muqobil javobli test topshiriqlari turidan doimiy foydalanganliklarini sabab qilib ko'rsatishgan. Ya'ni Wood og'zaki nutq malakasini baholashda o'quvchi og'zaki javob berishi kerak degan fikrni olg'a suradi. Lekin baholash jarayonida ba'zi hollarda chalkashliklar vujudga keladi. Ya'ni qaysidir o'quvchiga baho past qo'yilgan bo'lsa, uni og'zaki nutqini unga isbot sifatida ko'rsatib bera olmagan. Shuning uchun iloji boricha o'sha narsani to'lig'icha qog'ozga tushirishini ham talab qilishgan. Va Wood bunga biroz qarshi bo'ladi, chunki og'zaki nutq malakasini baholashmi, demak bu narsa og'zaki olinishi kerak degan fikrni ilgari suradi. Va 1930-yilda kollejlar kengashi mana shu tilni bilish imtihonlarida to'g'ri og'zaki nutqni tekshiruvchi ilk testlardan foydalana boshlaydi. Ya'ni og'zaki nutqni biladimi, yo'qmi, mana shuni bilishga qaratilgan testlardan foydalanishadi. Va bu usul 1935-yilgacha Shimoliy Amerikaning aksariyat shtatlarida amalda bo'ladi. Bu imtihonni o'sha AQSh universitetlari va kollejlariga kirish uchun hujjat taqdim qilgan o'zi chet ellik abituriyentlar topshirishi kerak bo'lgan. Ya'ni u o'sha davlatga kelyaptimi, demak uning tilini yaxshi bilishi kerak. Shuning uchun bular og'zaki nutq malakasini baholashga qaratilgan testlarni joriy qilishadi. Lekin moliyaviy sabab bilan 1935-yilda bunday imtihonlarning o'tkazilishi to'xtab qoladi. Biroq shunga qaramasdan tadqiqotchilar mana shu yondashuv asosida lisoniy malakalarni baholash masalasini o'rganishdan, uni targ'ib qilishdan to'xtab qolishmaydi. Tadqiqotlar asosida Sayber hamda Goddardlar tomonidan maxsus testlar va obyektivlikni ta'minlashga qaratilgan kalitlar ishlab chiqiladi. Mana shundan boshlab til imtihonlarini ishlab chiquvchilarning bor diqqati lisoniy malakani egallashga qaratiladi. Va yana Carl Ferris ismli tadqiqotchi birinchilardan bo'lib qobiliyatni aniqlashga qaratilgan ilk testlarni ishlab chiqadi. Samartino ismli tadqiqotchi esa til imtihonlarida foydalanish uchun tilni bilish darajasining ilk namunaviy shkalalarini ishlab chiqadi. Ya'ni tilni bilish darajalarga bo'lamiz-ku, A daraja, B, C daraja deb. Mana shu shkalalarning namunaviy variantini Samartino ishlab chiqadi. Urush yillarida barcha sohalar singari mana shu til o'qitish va uni baholash sohasi katta o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Og'zaki nutq ko'nikmalari qatoriga o'qib tushunishni baholash va tinglab tushunish masalalari ham birin-ketin qo'shilishni boshlaydi. AQShda Carl Ferris tinglab tushunish malakasini baholash borasida ish boshlaydi va u bilan birgalikda Angliyada Roaks ismli tadqiqotchi ham mana shu tinglab tushunish malakasini baholash borasida o'zining ishlarini boshlaydi. Va shu tariqa lisoniy malakani baholash bosqichma-bosqich hozirga qadar rivojlanib kelyapti. O'quvchi, talaba yoki o'qituvchi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa maktab, ta'lim muassasasi bilan qanday ishlashni aniqlashtirib olish, mavjud yutuq va kamchiliklarni ko'rib chiqish uchun amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi. Shu asosida ta'lim oluvchilarning o'quv natijalarini egallaganlik darajasini aniqlash va baholashdan ta'limiy maqsadlar o'z ichida turlarga bo'linadi. Bular birinchisi ta'lim oluvchilarning mavjud salohiyatini tashxislash,
ikkinchisi ta'lim oluvchilarning bilim va o'sha ko'nikmalarini rivojlantirish, uchinchisi o'zi egallagan o'quv natijalari haqida xulosa berish hamda to'rtinchisi keyingi harakatlarni bashorat qilish. Ya'ni baholashni maqsadi bu tashxislash, rivojlantirish, xulosa berish, bashorat qilishdan iborat bo'ladi ekan. Xo'p, tashxislash qanday bo'ladi? Tashxislash maqsadida amalga oshiriladigan baholashda mana shu yirik boblar yoki butun bir sinf davomida o'quvchilar egallagan bilim va ko'nikmalarni tekshirishga qaratilgan topshiriqlardan hamda xulosalashga yo'naltirilgan baholash metodlaridan foydalaniladi. Bundan asosiy maqsad o'quvchilarning mavjud bilim saviyasi va layoqat darajasiga baho berish hisoblanadi. Bu o'sha ta'limda keyingi qadamni tashlashda juda muhim hisoblanadigan jarayon bo'ladi. Ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida amalga oshiriladigan baholash jarayonida esa muayyan bir yoki bir nechta mavzu asosida mana shu o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradigan topshiriqlardan hamda baholash metodlaridan foydalaniladi. Xulosa berish maqsadida amalga oshiriladigan baholashda esa yirik boblar yuzasidan yoki bo'lmasam butun bir sinf yoki kurs yoki bo'lmasam butun bir ta'lim bosqichi davomida mana shu o'quvchi egallagan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni tekshirishga, ularni saralashga qaratilgan topshiriqlardan foydalaniladi. Bunda saralash imkonini beradigan fan yuzasidan bob, bo'lim va ko'nikmalarni to'la o'z ichida qamrab olgan baholash metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Va oxirgisi mana shu prognoz qilish maqsadida amalga oshiriladigan, ya'ni bashorat qilish maqsadida amalga oshiriladigan baholashda esa bu boshqalarga qaraganda murakkab jarayon, chunki muayyan bir vaqtni talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Bunda faqat aniq topshiriqlar orqaligina uning keyingi harakatlarini bashorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni o'quvchiga bitta aniq topshiriq bersangiz, uning keyingi faoliyatini siz aniqlay olmaysiz. Shuning uchun bunda asosan o'sha kuzatish, og'zaki sinovlar yoki bo'lmasam loyiha bajartirish, portfolio tayyorlash kabi mana shunday baholash metodlaridan foydalaniladi. Endi baholashning maqsadi va vazifasiga ko'ra qanday turlari bor? Baholash o'zi nima maqsadda amalga oshirilishi va vazifasiga ko'ra 4 ta turga bo'linadi. Bular formativ, diagnostik, prognostik va summativ baholash hisoblanadi. Formativ baholash bu o'qitish jarayonining muhim qismi bo'lib, u dars mashg'uloti davomida o'quvchilarning o'sha o'qishini, o'zlashtirishini aniqlash, xatoliklarni ko'rsatish, izohlash uchun amalga oshiriladigan baholash jarayoni hisoblanadi. Bunda o'quvchilarning o'zlashtirishidagi bo'shliqlar aniqlanib, shu kamchiliklar to'ldirib boriladi va ana shu kamchiliklariga yechim bo'ladigan javoblar berib, mana shu bilimlari rivojlantirib boriladi. Bu baholash turi o'quvchilarning o'sha bilimlarini real vaqt rejimida qanday rivojlanib borayotgani va o'zgarayotganini kuzatishga sizga imkon beradi. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, formativ baholash bu sizni o'sha o'quvchilaringizni kunlik baholab borishingiz hisoblanadi. Ya'ni undan o'sha mavzu yuzasidan biror bir savol berasiz yoki tushunmagan joyi bo'lsa birga tahlil qilasiz. Mana shu formativ baholash hisoblanadi. Endi formativ baholashda qanday baholash metodlaridan foydalanish mumkin? Bunda kichik loyihalardan, og'zaki taqdimotlardan, guruhlarda ishlash yoki guruh faoliyatini kuzatish, mana shunga o'xshagan metodlardan foydalanish mumkin bo'ladi. Va bunday baholashda foydalanilgan topshiriqlar metodikasiga alohida e'tibor berish kerak, chunki o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlardan siz ko'proq foydalanishingiz kerak bo'ladi. Summativ baholash keyingisi. Summativ baholash bu o'sha o'quvchilarning biror bir fan yoki fanlar yuzasidan o'quv choraklari davomida yoki muayyan o'quv yili davomida yoki butun umumiy o'rta ta'lim davomida o'zlashtirgan bilim, ko'nikma, malakalar va kompetensiyalarni tekshirish jarayoni hisoblanadi. Bunday sinovlarni o'tkazishdan maqsad o'quvchilarning fanlar bo'yicha bilim saviyasi va layoqat darajasi haqida xulosa berish va ularni saralash, keyingi ta'lim bosqichiga o'tish uchun tanlov vazifasini bajarish hisoblanadi. Ya'ni oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, summativ baholashimiz bu xulosalovchi baholash hisoblanadi. Ya'ni biror bir bobni tugatdingizmi, o'quvchilardan yozma ish olasiz yoki bo'lmasam boshqacha qilib o'sha bobni so'rab olasiz-ku, mana shu bobni o'quvchilaringiz qanchalik tushunganini, xulosasini o'zingizga chiqarib olasiz. Summativ baholashda endi loyiha yoki yozma ishlar, amaliy ishlar, testlar, portfolio yoki bo'lmasam og'zaki taqdimotlar metodidan foydalanib, summativ baholash jarayonini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi baholash turimiz bu prognostik va diagnostik baholash. Prognostik baholash bunda o'sha muayyan bitta sohada o'sha ta'lim berishda o'quvchilar nimalarga erisha olishlari mumkinligini aniqlashga yoki kelajakda undan qaysi kasb egasi chiqishi mumkinligini aniqlashga imkon beradigan baholash jarayoni hisoblanadi. Odatda u o'sha o'qitish boshlanmasdan oldin o'tkazilishi yoki bo'lmasam o'qishning keyingi bosqichiga o'tish arafasida ham o'tkazilishi mumkin prognostik baholashda. Masalan, o'quvchilarga yapon tilini qisqa vaqtda o'rgatish kerak. Bu baholash turi oldindan ma'lumotga ega bo'lmagan o'quvchilar yapon tilini qisqa vaqtda qay darajada o'zlashtirishlarini aniqlashga yordam beradi.
Ya'ni o'quvchilarni tez o'zlashtira olishiga qobiliyati bormi yoki yo'qmi, shuni aniqlab olish uchun ham mana shu prognostik baholashdan foydalansa bo'ladi. Ya'ni o'quvchining keyingi harakatlarini bashorat qilishga yordam beradi. O'quvchini qobiliyati bormi mana shu fanni o'zlashtirishga yoki yo'qmi, shuni mana shu prognostik baholashda bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va oxirgisi diagnostik baholash. Bu ham formativ baholashga bir o'xshab ketadi. O'quvchining bilimini yaxshilashga, rivojlantirishga qaratilgan diagnostik sinov hisoblanadi. Ya'ni bu o'sha o'quv jarayoni boshlanmasdan oldin yoki uning boshida amalga oshiriladigan sinov hisoblanadi va uning natijalari o'quvchiga o'quv jarayonidagi keyingi harakatini belgilash uchun xizmat qiladi. Ya'ni u yaxshi o'qiydimi yoki yo'qmi, bu fanga qiziqishi bormi yo'qmi, shu jihatdan baholab olasiz. Bundan tashqari, bu baholash orqali o'quvchining o'qishi va o'rganishda duch kelayotgan muammolarni aniqlab olishingiz va ularga yechim topib, bosqichma-bosqich bartaraf qilib borishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni, oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, mana shu sinov natijalariga qarab o'quvchilarni ko'proq qaysi bob va mavzularni o'rganish uchun yo'naltirish kerakligi aniqlanadi. Ya'ni, qaysi mavzuni o'quvchingiz tushunmayapti, shuni aniqlab olasiz yoki qayerda u qiynalyapti, qaysidir ma'lumotni o'zlashtira olmayaptimi, mana shu ma'lumotlarni diagnostik baholash mana shu turida aniqlab bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi, baholashning davriyligi va maqomiga ko'ra turlari ham bor. Bular, joriy nazorat, oraliq nazorat, bosqichli nazorat, yakuniy nazorat hisoblanadi. Xo'p, adashib ketmang, bular oliy ta'limdagi emas, balki o'rta ta'limdagi maktablar uchun joriy nazorat, oraliq, bosqichli va yakuniy nazoratlar hisoblanadi. Endi joriy nazorat qanday bo'ladi? Bu o'sha o'rganilayotgan mavzularni o'quvchi tomonidan qanday o'zlashtirayotganini muntazam ravishda siz o'sha dars jarayonida kuzatib, tekshirib borasiz va o'sha o'quvchining egallagan bilim ko'nikmalari haqida ma'lumot to'plab, ularga izoh berib boraverasiz joriy nazoratlarda. Oraliq nazoratlarda esa mana shu bitta fan bo'yicha o'tilgan bir nechta mavzularni o'z ichiga olgan bo'lim yoki qism bo'yicha o'quvchining bilim va ko'nikmasini baholaysiz. Oraliq nazorat darsdan tashqari vaqtlarda o'tkaziladi va o'quvchini o'sha o'zlashtirish ko'rsatkichlarini aniqlash uchun o'tkaziladi. Ya'ni sizni o'sha maktablarda olayotgan yozma ish nazoratlaringiz bor-ku, mana shular o'zi oraliq nazorat deb ham yuritiladi. Va bosqichli nazorat. Umumiy o'rta ta'lim bosqichlaridan, ya'ni boshlang'ich ta'limdan yoki bo'lmasam tayanch o'rta ta'lim bosqichini tamomlayotganda o'quvchining muayyan o'sha fundamental fanlardan egallagan ko'nikma va kompetensiyalarni baholash jarayoni hisoblanadi. Ya'ni uning natijasi, mana shu bosqichli nazoratning natijasi o'quvchining keyingi bosqichga o'tish yoki o'tmasligi haqidagi xulosa berish uchun foydalaniladi. Ya'ni mana 5-sinfni tugatdi, o'quvchingiz o'sha 5-sinfni tugatganda imtihon topshiryapti, 6-sinfga o'ta oladimi, yo'qmi? Mana shuni xulosasini bosqichli nazorat sizga beradi. Yoki bo'lmasam 8-sinf yoki 9-sinf, xuddi mana shularning barchasi bosqichli nazoratda amalga oshiriladi. Va oxirgisi yakuniy nazorat. Umumiy o'rta ta'limni tamomlayotganda yakuniy davlat attestatsiyasida o'quvchining muayyan fundamental fanlardan egallagan ko'nikma va kompetensiyalarini baholash jarayoni hisoblanadi. Yakuniy nazoratning natijalari umumiy o'rta ta'lim talabini bajargan yoki bajarmaganligi haqida xulosa berish uchun foydalaniladi. Ya'ni u maktabni bitirib bo'lganda o'sha oxirgi topshiradigan imtihonlar yakuniy nazorat hisoblanadi. Endi oddiyroq qilib qaytaraman sizga. Joriy nazorat, ya'ni rivojlantirish hisoblanadi uni maqsadi, ya'ni har kungi darsda sizni baholab boriladigan jarayoningiz hisoblanadi. Oraliq nazorat bu tekshirish va uni xulosasini berishga qaratilgan jarayon bo'lib, o'quv yili davomida, ya'ni har bir chorakda bo'lishi mumkin, yozma ish olish jarayoningizda bu narsa amalga oshiriladi. Bosqichli nazorat esa ta'lim bosqichi so'ngida, ya'ni bitta sinfni tugatgandan so'ng, yakuniy nazorat esa ta'lim so'ngida, ya'ni umuman maktabni tugatgandan so'ng olinadigan baholash jarayoni hisoblanadi. Endi va mavzuyimizning so'nggi qismi bu ta'lim tizimida baholashning kim tomonidan o'tkazilishiga ko'ra turlari ham bor. Bular ichki baholash, tashqi baholash va xalqaro baholash hisoblanadi. Ichki baholash bu ta'lim muassasasida o'qitish sifatini tekshirish uchun ta'lim maqsadlariga mos tarzda ichki tartibda o'tkaziladigan nazoratlar hisoblanadi. Ya'ni maktabingizni o'zini ichida o'tkazadigan nazoratlaringiz bu ichki baholash hisoblanadi. Tashqi baholash esa bu vakolatli tashkilotlar, jamoat tashkilotlari hamda boshqa talabgorlar tomonidan ta'lim muassasasining o'sha ta'lim sifatini tekshirish uchun me'yoriy hujjatlarda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni sizni maktabingizga yoki o'sha ta'lim muassasangizga boshqa joydan kelib, tekshirib, o'sha ta'lim muassasangizni baholab ketiladigan jarayon bu tashqi baholash hisoblanadi. Xalqaro baholash esa xalqaro shartnomalar yoki dasturlar va hukumatning tegishli qarorlari asosida xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladigan baholash jarayoni hisoblanadi. Ya'ni bular o'zi yuqorida aytib o'tganingizdek PISA, PIRLS, TALIS dasturlari, TEMS degan dasturlar, bular xalqaro baholash dasturlari hisoblanadi.